Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi, taniqli o'zbek yozuvchisi Asqat Muxtorning Chinor romani haqida tavsiyaviy sharh berib o'taman. Inson hayoti barcha nuqson va kamchiliklari, imkon va imkonsizliklari, xatolari, aqliy va jismoniy, kuchli va kuchsizliklari ro'yi rost ko'rsatilgan o'lmas asar. Asqat Muxtorning bu romani sharq adabiy an'analarini eslatuvchi yangi bir shaklda yozilgan. Chinorning azim shoxlariday har tomonga tarvaqaylab ketgan qissalar, jonli voqelikni aks ettirsa, uning teran ildizlari, hikoyatlari, yaqin o'tmish haqida rivoyatlari esa pildirab uchgan yaproqlari singari yengil. Ular badiiy tafakkur qanotida qadim afsonalarga borib tutashadi. Bularning hammasi har bir o'zbek oilasi haqida. Bu oila katta qadimiy, madaniy, mehnatkash va shu ma'noda tagli zotlidir. Uning har bir a'zosi xalq hayotida ma'lum bir mas'uliyatli yukni o'z zimmasiga olgan. Jonajon tuproqqa chuqur tomir yoygan baquvvat va qadimiy Chinor mangulik ramzi, xalqimiz timsolidir. Oila boshi Ochil boboning safari bilan shartli ravishda o'zaro bog'langan qissalarning har biri mustaqil axloqiy, estetik fikrni ilgari suradi. Hikoyatlar va rivoyatlar esa bu fikrni quvvatlab yanada mustahkamlaydi. Aziz kitobxonlar, bu asarni albatta o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman.